Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Muhtaram azizlar, Alloh haq azza va jallaga cheksiz shukronalarimiz bo'lsinki, siz va bizlarni mu'min, musulmon qilib yaratdi. Ha azizlar, eng katta ne'mat bu bizning iymonimizdir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytishligimiz, Alloh va uning rasuliga iymon keltirib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb shahodat kalimasini aytishligimiz biz uchun eng katta berilgan ne'matdir. Biz mu'min bo'lib, musulmon bo'lganligimiz uchun Allohga cheksiz shukronalar aytamiz. Shuning uchun ham Alloh taolodan mana shu iymonimizda sobit qadam bo'lishlikni so'raymiz. Hamma mu'min musulmonlarda bir gapi bor. Doim duo qilganda aytadiki, "Ya Rabbim, ketar vaqtida iymonim bilan ketishni nasib qilgin" deydi. Oxirgi kalimamiz la ilaha illalloh bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Demak, mu'minni xursand qiladigan, qalbiga huzur beradigan eng katta ne'mat iymon va islom ekan, eng yomoni mu'min odamga nisbatan mana shu iymonsizlikda ayblov qo'yilishi. Hozirgi zamonda aytadigan bo'lsak, takfir degan so'zni ko'p ishlatilishlik. Bugungi kunda aksariyat musulmon mamlakatlarida xalq orasida tafriqa va fitnalar kelib chiqishga sabab bo'layotgan ma'naviy tahdidlarning biri mana shu takfir hisoblanadi. Takfir arab tilida inkor qilish, yopish, kofirga chiqarish, ya'ni islom dini ta'limotlariga ko'ra din va Allohni tan olmaslik, dindan chiqishlik, kofirlikda ayblash takfir degani. Endi mana shuni tasavvur qiling, musulmonga nisbatan ishlatilishlik. Mu'minga nisbatan sen kofirsan deyishlik bu eng ulkan gunohlardan biri. Ammo lekin shu narsa bo'lyapti. Ming afsuski, takfirchilik, ya'ni musulmonni kofirga chiqarish bu hozir bo'lgan narsa emas. Ali radhiyallohu anhu davrida unga qarshi isyon ko'targan havorijlar yoki xorijiylar faoliyatiga borib taqaladi. O'sha xorijiylar o'zlariga qo'shilmagan yoki ergashmagan barcha kishilarni, hatto ular musulmon bo'lsalar ham kofir deb e'lon qilishgan. Astagfirulloh. Katta gunoh qilgan musulmonlarni ham kofirga chiqarishgan, ularni avlodi, moli va jonini o'zlariga halol sanashgan. Ular o'z davrida Usmon ibn Affon, Ali radhiyallohu anhuga o'xshagan xulafoi roshidinlarni ham kufrda ayblashgan. Shunchalik taassublari kuchayib ketganligidan azizlar, u zotning eng yaqin kuyovlari, jannatiyligi hali olamdan o'tmasdan turib bashorati berilgan Usmon ibn Affon radhiyallohu anhuni qonini to'kishga borganlar. Eng achinarlisi, eslaganda ko'zimizga yosh keladigan, butun vujudimizni titratadigan narsa shuki, jannat bashorati berilgan Hazrati Usmonga qilich urilayotganda, o'sha qilichni urayotgan odam Allohu akbar deb urganidir. Aslida bu butun musulmonlar uchun og'ir musibat edi. Jannat bashorati berilgan insonga shunday qilasanmi degan gaplari ham e'tiborga o'tmagan. O'sha takfir bilan kofirga chiqarishgan edi. Bugunchi azizlar, taassuflar bo'lsin, hozirgi kunda ham turli diniy mutaassib va har xil xato yo'llarda yurganlar, ba'zi tashkilotlari yuqoridagi kabi islom ahkomlarini ko'r-ko'rona buzgan holda o'zlariga ergashmagan musulmonlarni va dunyoviy hokimiyatda yashayotganlarga nisbatan kofir degan hukmni chiqarmoqdalar. Hazrati Ali davridan beri bo'lgan bu narsani havorijlarning ishini qilayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Kim ularni yo'liga kirmasa, uni kofir deyapti. Kufrda ayblayapti. Zero islom musulmon odamni kofirga chiqarishdan qaytaradi azizlar. Ma'lumki, Hanafi mazhabi va Maturidiylik aqidasiga ko'ra iymonning sharti yakka xudolikka til bilan iqror bo'lish, qalb bilan tasdiqlashdir. Kim tili bilan aytib, qalbi bilan tasdiqlasa, demak u musulmon, u mu'min. Uni kufrda ayblashga haqqimiz yo'q. Insonni iymonini o'lchash imkoniyati boshqa insonda yo'q azizlar. Hech kimimiz biror bir insonni yuziga qarab iymonini men bir o'lchab qo'yay deya olmaymiz. Chunki iymon insonning qalbida bo'ladi. Qalbni esa faqat Alloh biladi. Shunday ekan, musulmon odamni iymoni haqidagi hukmni yolg'iz Alloh chiqarishligiga o'zimiz amin bo'lib, bu narsadan saqlanishimiz kerak. Shuning uchun hech qachon musulmon odam tanisa ham, tanimasa ham musulmonga nisbatan kofir so'zini ishlatmaslik kerak.
Mashhur Hanafiy alloma Ibn Nujaym Al-Bahrur Roiq nomli asari muallifi ham agar kofir deyish uchun 99 ta dalil bo'lsa-yu, kofir demaslik uchun bitta dalil bo'lsa, 99 tani qo'yib o'sha bir dalilni olish kerak dedilar. Azizlar, bir o'zimiz o'ylanaylik bugun. Arzimagan narsasi uchun dindan chiqarib olamiz birodarimizni. Arzimagan narsa uchun uni do'zaxga hukm qilib olamiz. Kim bizga bunaqa huquq berdi azizlar? Holbuki bu fatvo juda og'ir fatvo. Ulamolar kufr haqidagi umumiy fatvoni yakka shaxsga tatbiq qilish shariatga zid deganlar. Misol uchun falon toifaga mansub kishilar kofir bo'ladi deb fatvo chiqarish xato hisoblanadi. Aslida shariatga ko'ra agar yakka shaxsga nisbatan kufr fatvosini berish bo'lsa, uni avval so'rab, surishtirib, aniqlab, uni o'zi bilan bahs olib borib, o'ziga tan oldirish kerak ekan. Fatvoimiz shunday. Mabodo birortasini kofir deyilmoqchi bo'lgan taqdirda undan so'rash kerak. U kofirmi, kofir emasmi? So'rab, bilib, keyin unaqa fatvo chiqarish kerak. Fatvo chiqaradigan muftiy hamma emas, lekin hozir hatto u bilan gaplashish u yoqda tursin, tanimaysiz ham. Birorta biz sizga yoqmagan amali chiqib qolsa, shundoqqina internetdan uni kufrga hukm qilyapmiz. Davralarda o'tirganda bir-birimizni Alloh saqlasin, kufrga hukm qilyapmiz. Afsuski, ayrim yoshlarimiz internet orqali hali o'zini tanimaydigan, diniy ma'lumoti yoki uni kimga xizmat qilishi ham noma'lum bo'lgan odamlarning ta'sirida o'zini vatandoshlari, hatto yaqinlarini dindan chiqqanlikda, kofirlikda ayblayaptilar. Mazkur muammoning eng oxir jihati shundan iboratki, azizlar, o'z dindoshlari, yurtdoshlari, qavm qarindoshlarini kofirlikda ayblayotgan bu kabi yoshlar keyingi bosqichlarda qo'shtirnoq ichidagi rahnamo va ustozlari tomonidan endi bularga qarshi urushsa halol degan fatvoni olyaptilar-da. Qarang, hozir o'sha butun dunyoda musulmonlar orasida bo'layotgan urushlarni bir ko'ring. Urushayotganlar kim bilan kim urushyapti? Musulmon musulmonga qilich o'qtilayapti. Agar siz unga aytsangizki, ey birodar, la ilaha illalloh degan odam musulmon odamga qanday qilib qurol ko'taryapsiz desangiz, yo bu kofir deyapti. Nima uchun biz bugun ko'taryapmiz takfir qilishlik gunohligini? Chunki mana shu fatvo bilan uni qonuni halollikka olib kelinyapti. Agar yoshlarda o'sha falonchilarni kofir degan e'tiqodga singdirib olsa, uni qonuni halollikka ham hukm qilib beryapti. Lekin aslida o'zi u xoh musulmon bo'lsin, g'ayri musulmon bo'lsin, qonuni to'kishlikka buyurilmagan dinda. Buni oqibatida ularni sarson sarkardon qilib, o'zini vatanidan chiqib boshqa joylarga ketishlikkacha olib kelyapti. Biz sizlar bilan bugun yurtimizdagi ko'p ixtiloflarni oldini olish va uni yechimlari haqida gaplashar ekanmiz. Albatta buni eslab o'tishga majburmiz. Keling azizlar, la ilaha illalloh degan odam bizni do'stimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ummatiman degan odam bizni birodarimiz bo'lsin. Hammamiz bir qiblaga qarab Allohga iltijo qilar ekanmiz. Ularni tashqi holatiga qarab kufrga aslo hukm qilmaylik. Duo qilaylik. Allohim, meni iymonimni mustahkam qilginki, ketar paytimda ham huzuringa iymon ila bormoqlikni nasib qilgin. Va oxirgi kalimam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu bo'lishligini nasib qilgin deb qolaylik.